lekin narkoz fonida chuqur asarlar olib kelishi mumkin. Anesteziologiya amaliyotida bemorning hayotini saqlab qolish operatsiyani to'xtatishdan boshlanishi mumkin. Odatiy ish kuni bemor operatsion stolida hamma tayyor, hamma narsa tayyor. Men ham odatdagidek o'z ishimni bemorni tekshirishdan boshladim. Bu arterial qon bosimi, puls, nafas olish soni va monitorda yurak ritmining ozroq buzilganligini kuzatdim. Yengil aritmiya. Bu shunchaki xavfsizlik tuyuladi. Buni ko'pchilik e'tibor bermasligi mumkin. Lekin narkoz fonida bu chuqur yurak ritmining buzilishiga, arterial qon bosimining keskin tushib ketishiga va og'ir asoratlar olib kelishi mumkin. Operatsiyani to'xtatdik, qayta EKG, qayta kardiolog ko'rigi qaror qabul qilindi. Yurak ritmi barqarorlashmaguncha operatsiyani to'xtatish. Davo choralaridan keyin bemor operatsiya qilindi. Operatsiya yaxshi o'tdi, narkoz tinch, silliq o'tdi. Anesteziologiyada mayda detal, mayda narkoz degan narsa yo'q. Bu narsa bo'lishi mumkin emas. Tajriba degani bu tez ishlash emas. Tajriba degani bu vaqtida to'g'ri qaror qabul qilish hamda to'xtata bilish demakdir. Vaqtida to'g'ri qaror qabul qilish bu har bir bemorimiz uchun o'ta muhim hisoblanadi. Ularning sog'ligi uchun o'ta muhim hisoblanadi. O'zingizning sog'ligingizga e'tibor bering, o'zingizni asrang, sog' salomat bo'ling.